ko'pchilikning qo'llari tushib ketadi, o'sha narsaga zo'r zadaniya ham bor. Mana. Birinchi qog'oz olasiz, jag'iga qo'yasiz. Buni olasiz, mana. Buni olasiz. Tushab turadi, xuddi shunda. Agar tushib ketsa, ketidan sakrog'ichda hozir raund beraman. Sakrog'ichda turasiz. Tushib ketdi qog'oz. Sразу urasiz. O'shani tushmaydi, keling. Mana. Bittasini jag'iga, bittasini bu tarafdagi jag'iga, ikkinchisini esa qorniga qo'yasiz. Bo'ldi, sobrini mana shu. Ikkinchisi, uchinchisi. Mana. Давай, chinokda sakraymiz. Yurasiz, qora atrofda yurasiz. Agar kimnidir bir qog'oz tushib ketdi, riski urish kerak. Mana shuni odam o'rganadi mana shu. Mana qo'llari tushib ketmaslik. Shunaqa boksyorlar borku, qo'li tushib ketaveradi. Misol uchun, chap, mana bitta tushdi. Mana, ol shuni videoga kel. Ana ikkinchisi ham tushdi. Davay, shuni kesamiz. Davay. Mana shunaqa boksyorlar borda ko'ramiz. Stoyka mana shu turadi, o'ng qo'l mana bu turadi. Ochiq bu narsa, bu zarar bu. Yo'qida bunday turadi. Ko'tarib o'tkazadi-ku. Sobrini stoykada turish kerak mana. Yo'qmi? Qo'rlarni ham dash yopib, boshlarini tushirib mana shunaqa ishlash kerak. Keyingi raundda esa bularni tomoq ko'tarilib ketadi, to'g'rimi? Tomoq ko'tarilib ketgan paytda koptoni qo'yasiz. Tennisning koptoni bor-ku, o'shani qo'yib qo'yasiz. Bo'ldi, mana shunda tushdi. Mana shunda 3 minut, 4 minutlar mana shunaqa ishlatish kerak tosh bilan. Keyingi raund toshsiz qilish kerak. Misol bo'ling.